Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarimizga Allohning bu go'zal salomini yo'llash bilan birga Tarixqa nazar programmamizning 27-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Aziz anglag'uvchilar, biz bugungi sonimizda Qaraxonlar davridagi hunar sanoat, terilg'u, tijorat va iqtisodiy boyliqi, Qaraxonlar davrida sharaf unvonlar, Qaraxonlar davrida turk tili va adabiyoti, Qaraxonlar davlatining zamondosh boshqa davlatlar orasidagi siyosiy o'rni qatorliq mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. Hunar sanoat. Qadimdan tartib hunar sanoatda nihoyatda usta bo'lgan Sharqiy Turkistonliklar Qaraxonlar davrida texmo taraqqiy qilgan. Pili qurti beqib, ipak ishlab chiqarib, shoyi, atlas va baqasim to'qish Qaraxonlar zamonida rivojlangan. Me'morlik, naqqoshlik sanoati Qaraxonlar davrida kamoliga yetgan deb ayta olamiz. Chunki u chaqda bino qilingan jome, madras, munar, gumbaz, hammom va boshqa imoratlarning xarobalardagi usta hunar izlari buni isbotlaydi. Bu binokorlik asarlarining bugungacha o'z holi bilan saq qolmaganligining mundaq ikki sababi bor. Birinchi, qurilishda bu imoratlarga tosh material ishlatmay, yog'och va kesak ishlatilganligi. Ikkinchi, Qaraxonlardan keyin Sharqiy Turkistonga noiti mutassib, har narsani ko'ydirib, buzib, vayron qiladigan bulongchilarning orqa-orqadan tajovuz qilib kirishidir. Xotan, Kiriya, Charchan, Qashqar, Uchturpan, Kucha, Qarashahar, Turpan, Qumul, Uchal, ya'ni Do'nqon atroflaridan tepilgan ipak, yung va bo'z kiyim-kechak parchalari xususan Yusuf Qidirxon zamonasida Xotanda shahid bo'lgan islom askarlarining kepanlariga qarab turklarning Qaraxonlar davridagi to'qimchilik mahoratini taqdirlashga arziydi. U davrda yasalganligi isbotlangan har xil oltin, kumush, mis va tush zinnat buyumlari, qurol-yaroq, uy saramjonlari va dehqonchilik saymonlari bo'libmi, qashtishi bilayzuk, uzuk, kamar to'qisi, oyoq, taxsa va piyola qatorliq san'at buyumlarining tepilishi buni yasagan san'atkorlarning o'z hunarida qanchalik taraqqiy qilganligini ko'rsatib beradi. Madaniyatchilikdagi ishlab chiqarish mahsuloti o'z ehtiyojlaridan eshib turganlikdan Sharqiy Turkistondan u davrda yot mamlakatlarga oltin, mis va qashtishi chiqarib sotganligi ma'lum. Qaraxonlar va Elixonlarning nomida chiqarilgan oltin, kumush va mis yarmoqlar hozir Petersburg, Berlin va London muzeylarida ko'rgazma qilinmoqda. Tarixchi Stanley Paul Qaraxonlarning va Elixonlarning ismini, taxtga chiqqan vaqtini va vafot bo'lgan tarixlarini mana bu muzeylardagi yarmoq, ya'ni pullardan olganligini bayon qiladi. Terilg'u, tijorat va iqtisodiy boyliqi. Sharqiy Turkistonning 6 shahar va Turpan o'lkalarini ko'rgan har qanday kishi bir qarabla bu yerlarning hammasini eriq o'stan chepib sug'urib, terilg'u qiladigan etizlar barpo qilib, obod qilganligini bayqaydi. Va buningsiz bu yerlarning obod bo'lishining mumkin bo'lmaydiganligini ko'radi. Bularning hammasi bu yurt xalqining necha ming yillardan beri kanit hayoti, ya'ni shaharlarda o'ltiraqlashgan yashagan va terilg'u, tijorat va hunar sanoat bilan shug'ullanganligini isbotlaydi. Hozirgi obod joylardagi eriq o'stan va to'g'on, ya'ni ozma qatorliq suv qurilishlarining to'lisi Qaraxonlar davrida yasalganligi ma'lum. Bugun vayrona holatida turgan, ammo Qaraxonlar davrining obod yurtlaridagi eriq o'stan va ozmalarning izlarining ko'pligi shu chaqlarda yer sug'urish inshootlarining nihoyatda ilgirlaganligini va terilg'u yerlarining nihoyatda ko'p ekanligini isbotlaydi. Suvsiz yerlarni sug'urish uchun tog'ni teshib suv o'tkazish va kariz ko'lab
suni yiroq tog' bag'ridan etizg'i boshlashga o'xshash suv qurilishlari Qarahalla zamonasida bak rivojlangan. Bu tog' tashmilari va qarzlardan zamonimizga qadar yetib kelganlarmi to'la. Terilg'ida dalliq ziroatdan boshqa kevaz, yana paxta, har xil o'tyash, yana sabzavot, bida, kandir va yog'liq don qatorliqlarni ko'p terigan. Shundaqla bog'bonchilikmi nihoyatda taraqqiy qilgan. İchki tijoratda Sharqiy Turkistonning janubidan har xil mahsulotlarni shimolga elib kelib, hayvon va madan mahsulotlariga almashtirish tijorati keng rivoj topgan. Shuningga o'xshash karvon tijoratlari va o'ltiraqlashgan tijorat, ya'ni do'kondarchilik toza rivojlangan edi. Karvonchi savdogarlar arqish, do'kondarlar kepanchi deb atalgan. Tashqi tijoratda Sharqiy Turkistonlik karvon savdogarlar Xitoy, Tibet, G'arbiy Turkiston, Eron va Hindistonga qatnab, Sharqiy Turkistondan sanoat mahsulotlarini va madan mahsulotlarini olib sotadi. Qaytishda Xitoydan ipak to'qilma mollar, ipak kiyim-kechak, chiniqacha, Hindistondan dori-darmon va rang ilib keladi. Hindiston va Tibetga bo'lgan tijorat xo'jalik savdogarlarning qo'lida edi. Demak, Qarag'anlar davridagi jamiyat tartib-intizomning turaqligi va tinch amon bayoshat vaziyati soyasida ichki va tashqi tijorat toza taraqqiy qilib, Osiyoning sharqiy va g'arbiy orasidagi savdo tijoratni Sharqiy Turkistonlik tijoratchilar qo'lga olgan. Qarag'anlar hukumati sayohat va tijorat safarlarini osonlashtirish va bexatarlikni saqlash uchun yo'l ustida quduq ko'lab, o'tang langar va karvon saroylari bino qilgan. Yo'lovchilarning dam elishi, yemak-ichmak bilan ta'minlanishi va ot uloqlarining yem-xashaklarini o'rinlashtirishga maxsus langarchi tayin qilingan. Bularning kirim-chiqimlarini qamdash uchun vaqtlarni qurib chiqqan. Bu langar va vaqtlardan zamonimizgacha qolganlarmi xili bor. Çöllərdə səfər qılğan yoluvchilarning ezqib ketmasligi uchun yo'l bo'yiga yog'och to'rik tiklab ishorat qo'yilgan. Bu ishorat to'riklari u zamonda ula yoki ila deb atalgan. Qarag'anlar davrida shaxslarning yasatgan uy imoratlarining xarobalarida ko'rilgan oltindan hal berilgan va naqshlar, javohirat ko'z qo'yilgan oltin va kumush uy saramjonlari, oltin kumush yambular va javohirat bilan zinnatlangan kiyim-kechaklarga qaraganda Sharqiy Turkiston xalqining Qarag'anlar davrida tarixda misli ko'rilmagan darajada boy bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Qarag'anlar davrida sharaf unvonlari. Qarag'anlarning har xil unvonlari bor edi. Qahramonligi va jasoratligi bilan mashhur bo'lgan Qarag'an, Bo'g'raxon, Qara Bo'g'raxon yoki Tunganxon, Qoplonxon qatorliq unvonlar bilan ataladi. Davlatning markaziy hokimiyatini kuchlantirgan va davlatlar aro Qarag'anligining siyosiy o'rnini yuqori pallaga chiqarishga muvaffaq bo'lgan Qarag'anlar Qidirxon unvonini oladi. Qaror qilishda qat'iy va o'tkir bo'lganligi uchun Qilishxon unvoni berilgan Qarag'anlarmi oz emas edi. Ilm bilimda shuhrati chiqqan Qarag'on ko'l bilgaxon, dengizdek cheksiz bilimli deb atalgan. Qarag'anlar jamiyatidan bo'lgan shahzodalar umuman tekin deb atalgan. Qismanlari terin deb atalgan. Yuraklikligi bilan tunilgan shahzodalar Tungan tekin, Qoplandek Botir shahzoda, Olib tekin, Pahlavon shahzoda, Yog'on tekin, Pildek quvvatli shahzoda deganga o'xshash unvonlar bilan sharaflantirilgan. Qarag'on xonadonidan bo'lmasimi davlatga favqulodda harbiy xizmat ko'rsatgan isilzodalarga Olib tekin unvoni beriladi. Davlat arboblaridan vazirni Yo'g'rush deb ataydi. Ishik og'isini, darbar vazirini Tayang'u deb ataydi. Bu Qarag'on bilan puhronlar o'rtasida aloqa qilishda ishonchli kishi demakdir. Mamlakatning buyuk bir qismida Qarag'onning muavini bor bo'lib, Turg'an tekin, ya'ni Ilixxon deb atalgan. Ishki erkinligiga ega yerlik xonlardan birinchi darajaliklarga Chuvay,
juvi, ikkinchi darajaliklarga yabg'u, uchinchi darajaliklarga to'qsin, to'rtinchi darajaliklarga boshqon, bushqon yoki boshqa unvoni beriladi. Faqat yerli xonlardan Uyg'ur Ediqut unvonini saqlab qolgan. Qaraxonlarning xususiy katiblari ilmfa deb ataladi. Askeri mansabdorlar umuman boshqon deb atalgan. Subashi yolg'iz bosh qo'mondonga mansub bir unvon edi. Qahramonlikda birinchi darajada donqi chiqargan askarga olib va ikkinchi darajalikka so'qman unvoni beriladi. Yurtning isilzodlariga birinchi darajada Tarxon, ikkinchi darajada Bek va uchinchi darajada Boy degan unvon beriladi. Qaraxonlar davrida turk tili va adabiyoti. Qaraxonlar davrida turkchilik va turk an'analariga to'liq sodiq qilish bilan birga turkcha tilimi nihoyatda yaxshi muhofazat qilingan. Davlatning rasmiy tili xos turkcha edi. Sharqiy Turkiston yozuvchilari tabiiy holda asarlarda yod kalimalarni ishlatishdan saqlab, chetdan kirgan narsalarga turkcha ad qo'ygan va eng inchki fikrlarni ifodalash uchun turkcha kalima ijod qilishga bak tirishgan. Adabiyotmi Qaraxonlar davrida toza taraqqiy qilgan. Xalq eg'iz adabiyotidan boshqa maktab va ta'lif, ya'ni yozuv tahrir adabiyotimi mavjud bo'lgan. Xos turkcha tilda ko'plagan diniy, adabiy, tazmiy va nasriy kitoblar yozilgan. Mana bu shaklda saf turkcha adabiy til sifatida rivojlangan. Butun rasmiy yozishmalar, hisobot daftarlari, xalq ichidagi vasiqalar, muomala daftarlari va xotirlarning hammasi turkcha bo'lib, Uyg'ur alifbasi bilan yoziladi. Buningdan shuni ko'rib olg'ili bo'ladiki, u davrda arab alifbasi rasmiy suratda ham xalq ichidami umumiy ravishda qabul qilinmagan. U davrda yozilgan kitoblarning to'lisi diniy kitoblar bo'lib, hammasi Uyg'ur alifbasi bilan yozilgan. Ba'zi ulamolar farscha asarlarni arab harflari bilan yozgan. Qaraxonlarning oxirgi davriga kelganda arab harflarini qo'llanish umumlashgan. Lekin tarkib jihatda arabcha qoida bo'yicha yozish qabul qilinmagan, balki Uyg'urcha imlo qoidasiga uyg'unlashtirilgan. Qaraxonlar davrida saf turkcha tilida nasr va nazm asarlar ko'p yozilganligi ma'lum. Ammo bulardan bizgacha tuvandagi ikkisi yetib kelgan. Birinchi, Qutatqu bilik, ya'ni baxt saodatga yetkazuvchi bilim. 6545 beyt 13290 misradan tarkib topgan boshdan oyoq nazmidan iborat cho'ng hajmli bir kitob bo'lib, xos va pok turkcha tilida yozilgan. Kitobdagi arabcha kalimalar 100 dan oshmaydi. Har xil masala to'g'risida nihoyatda qimmatli falsafaviy va ijtimoiy tushunchalar, fikrlardan iborat bo'lgan bu kitob u davrda Sharqiy Turkistondagi musulmon turklari jamiyatining madaniyat jihatda nihoyatda taraqqiy qilganligini ko'rsatdi. Muallif asli balasag'ulluq bo'lib, Qashqarda Qaraxonning tayong'usi, ya'ni xos hojib yoki ishik og'zi bo'lgan Yusuf Xos hojibdir. Yusuf Xos hojib asrini hijriy 462, ya'ni milodiy 1069-yili yozib tugatgan va shu tarixdan keyin kitobni G'arib Tavg'osh Qaraxoni Abu Ali Hasan Tavg'osh Qaraxonga hadiya qilgan. Qutatqu bilik tamoman Uyg'ur alifbasida yozilgan bo'lib, hozir besilgan nusxasi ana shu asli nusxasiga asosan besilgan. Ikkinchi, Divani Lug'ati Turk. Bu kitob Qashqar olimlaridan bo'lgan Mahmud bin Muhammadning turk tili va adabiyotini to'plash uchun butun turk yurtlarini bir qancha yil sayohat qilib, to'plagan turkcha so'z boyligini biriktirgan 3 tomliq mislsiz bir qomus. Dunyoda u chaqda texi boshqa bir misoli bo'lmagan usul va tartib bilan ishlangan bu so'zlik Turkistonlik mualliflarning ustun yozuvchilik qobiliyatini namoyon qilmoqda. Bu qomusda bir turkcha lug'atni arabchaga tarjima qilishda turkcha bir beyt bilan yoki bir masalni misol keltirib, yeshib tushuntirish usulini qo'llangan.
Demək, divani lüğəti türk, qadimki türk lüğətini və qadimki türk xalq ədəbiyyatını bir yerə yığıb göstərən fəvqəladə qimmatli bir kitab. Müəllifning bu əsərini ərəbcə düşündürüb yazışının səbəbi o zamanda Abbas xəlifəligining dövlət ərbablari və yüksək əskeri və məmuri xadimlərinin köpçülüyü türklərdən olub, xəlifənin türkçə bilişigə nəhayət ehtiyacı var idi. Şunun üçün Mahmud bin Muhammad bu əsərini türkçə, ərəbcə lüğət şəklində yazıb, şu zamanın xəlifəsi Əl-Muqtidir bi Əmrullah Abbasqa təqdim qılğan. O'tir zamanlarda Türkistanda türk tiliga yot kelimeler bo'libmi arabcha va farscha kelimeler bak ko'p kirgan. Uning ustiga zamonimizgacha o'tgan muallif, muharrir va shoirlarimiz o'z asarlarida qasdan yot kelimelarni bakla to'la ishlatgan. Mana bu sababdan Turkistonda ko'p narsalarning turkchasi unutilib ketgan. Bu unutilgan go'zal turkcha so'zlarni divani lug'atda turkcha topa olamiz. Yuqorida har ikki kitob Turkiya va bir qancha Yevropa davlatlarida bostirildi. Turk tili va adabiyotini tadqiq qiladigan olimlar ilmiy tadqiqot ishlarida mana bu ikki kitobga murojaat qiladi. Bu ikki asar hozirgi turk tilimizning isloh xizmatida muhim rol o'ynaydi. Qaraxonlar davlatining zamondosh boshqa davlatlar orasidagi siyosiy o'rni. Qaraxonlar bilan Abbosiy xalifalari o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida ma'lumotimiz yo'q. U chaqlarda xalifalik markazining siyosiy nufuzi yo'qolganligi ma'lum. Ammo Qaraxonlarning dastlabki davrlarida G'arbiy Turkiston, Afg'oniston va Eronga hukmronlik qilayotgan Samaniy davlati bilan Qaraxonlarning munosabati boshda do'stona edi. Samaniy davlati munqaris bo'lish oldida Harun Bug'ra Qaraxon munosabatni buzib, davlatni yiqitib o'rniga tasiganligini yuqorida so'zlab o'tdim. Ondan keyin Qaraxonlar Osiyo davlatlarining eng asli va ma'naviy nufuziga ega yagona xonadoni deb tanildi. O zamonning eng qudratli islom hukmdori bo'lgan Sultan Mahmud G'aznavining o'g'li Sultan Mas'ud Qaraxonlarni o'zlaridan esil va ustun martabada ko'rib, ko'p hurmatlaydi. Qaraxonlar bilan do'stona o'tishga nihoyat ahamiyat beradi. Selçuk sultanlarımı Qaraxonlarni umumiy turk to'plamining imperatori o'rnida ko'rib, bak hurmat qiladi. Sharqdagi Tang'ut xonlari va Xitoy xonlari rasmiy Qaraxonlarga tava bo'lmasa-mu, martabada o'zlarini bir daraja tuvan hisoblab, Qaraxonlikqa davomli so'q salom taqdim qilib turish bilan birga do'stlik munosabatini saqlab, nufuzi ta'siri ostida qilishni qo'lga keltirib, Qaraxonlarning besilishidan saqlanishga tirishadi. Divani lug'ati turkda yozilganiga qaraganda, Qaraxonlar Xitoy imperatorlariga xat yozsa, Uyg'urcha yozadi. Xitoy imperatorlari Qaraxonga Uyg'urcha harflar bilan xat yozadi. Mana bu rivoyat Qaraxonlarning Xitoy imperatorlari ustida bir ma'naviy nufuzga ega bo'lganligini, siyosiy jihatdami yuqori o'rinda bo'lganliklarini isbotlaydi. Qaraxonlarning zamondosh boshqa davlatlar orasidagi bu ustunligining asosi Qaraxonlar davlatining askariy, iqtisodiy jihatda boshqa davlatlardan kuchli va siyosiy e'tibor jihatda bu davlatlardan ustun bo'lganligi ma'lum. Afsuski, Qaraxonlarning bunday kuchli siyosiy o'rinda ega bo'lganligidagi voqealiklarning tafsiliy ahvolini to'liq bilmaymiz. Qadrli anglag'uvchilar, shunday qilib vaqt munosabati bilan bugungi tarixiy nazar programmamizning 27-soni mushtat oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat. Kelak sonda ko'rishaylik. Alloh omonat.